Agarda peshona ko'z atrofida juda ham chuqur ajinlar bo'lsa, yuzingiz juda ham quruq bo'lmasa-yu, ajinlar bor bo'lsa, unda botoks muolajasi kerak. Juda ham yuzingiz do'mboq, объемный litsolarga ham botoks muolajasi kerak, чтобы kichkina qilish uchun. Undan keyin qoshingiz pastga tushgan bo'lsa-yu, uni sal tepaga ko'tarishni xohlayapsiz. O'shanaqa vaziyatda ham kerak bu narsa. Yana bitta protseduraga kerak, bu litsevoy nevrit bo'ladi. Odamlarda yuzi qiyshayib ketadi. Odam og'zi bu tarafga tortadi yo bu tarafga tortadi. Yuzini yarmi qiyshiq bo'ladi. O'shanaqa vaziyatda ham botoks muolajasi juda ham kerak bo'ladi. To'g'irlashga yaxshi yordam beradi. Ajini bor bo'lsa, ajinni ketiradi. Oldingi zamonlarda kosmetologiya rivojlanmagan paytda bu botoks muolajasi nevrologiyada ishlatilgan. Nimagaki nevrologiyada o'shanaqa yuzi qiyshaygan, ko'zi qiyshaygan, og'zi qiyshaygan, qaysidir nuqsoni bor odamlarga ishlatilgan. Bu kosmetologiya rivojlanib, o'sha meditsina rivojlanib, bizni kosmetologiyaga ham kirib kelgan ekan. Bu botoks muolajasi ajinni qarasa, ajinni yozyapti, odamlarni chiroyli qilyapti. Shu protsedura juda ham zo'r protsedura deb o'ylayman, chunki 10 kun ichida odam ham yosharib, ham yaltirab, ham chiroyli bo'lib qoladi. Botoks muolajasiga yozilmoqchi bo'lsanglar, menga Dairetga murojaat qiling.